Assalomu alaykum. Haftaning asosiy iqtisodiy yangiliklari bilan tanishamiz. Bitcoinning rekord darajasidan 30% dan ko'proq tushishi kriptovalyutalarga xos bo'lib qolgan o'zgaruvchanlikni yana bir bor ko'rsatdi. Oldingi sikllarda harakatlar nafaqat joriy narx tebranishlari Bitcoinning normal ishlash naqshiga kirishini, balki ko'pincha kattaroq ralli oldidan kuzatilishini ham ko'rsatadi. Bu CNBC uchun CoinDesk Data tomonidan to'plangan ma'lumotlarga asoslanadi. Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi bo'lgan Bitcoin o'tgan oy oxirida $80,000 gacha tushdi. So'ngra ralli boshlandi va bu hafta yana pasaydi. Bitcoin $81,000 dan pastlaganda bu oktyabr oyi boshida qayd etilgan $126,000 lik rekord cho'qqidan qariyb 36% pasayish edi. Payshanba holatiga ko'ra, Coinmetric ma'lumotlariga ko'ra, Bitcoin $93,000 dan yuqorida savdolanib, rekord cho'qqisidan taxminan 26% past bo'ldi. Bu narx tebranishlari katta tuyulishi mumkin, ammo ular Bitcoin tarixida nuqtai nazardan normal. Bitcoin narxining harakati ko'pincha sikllar bilan bog'lanadi. Umuman olganda, Bitcoin sikli kodda belgilangan. Mining mukofotlarini qisqartiradigan halving deb nomlanuvchi asosiy voqea atrofidagi 4 yillik narx harakati naqshidir. Garchi sikllarning odatiy vaqtlari va naqshlari o'zgarayotganiga oid belgilar bo'lsa ham, narx diapazonlari hanuz mos kelmoqda. Joriy siklda Bitcoin 2024-yil mart-avgust oylarida 32,7% pasayishni va 2025-yil yanvar-aprel oralig'ida 31,7 tushishni boshidan kechirdi. CoinDesk Data ma'lumotlariga ko'ra, oldingi sikllarga qaraganda bu darajadagi volatillik uzoq muddatli tendensiyalarga mos keladi, dedi Jacob Joseph, CoinDesk Dataning katta tadqiqotchisi, tahlilchisi CNBC'ga bergan intervyusida. 2017-yilgi siklda yil davomida taxminan 40% lik ikkita yirik pasayish bo'lgan. Shuningdek, dekabr oyidagi yangi rekord qayd etilishidan avval 29% lik tushish kuzatilgan. 2021-yilda siklga nazar tashlasak, Bitcoin o'sha yilning yanvarida 31,2%, fevralda esa 26% tushgan. 2021-yilda aprel-iyun oylarida Xitoy Bitcoin miningini taqiqlaganligi sababli 55% dan ortiq korreksiya kuzatilgan. Shunga qaramay, aktiv o'sha yil noyabrda yangi cho'qqiga ko'tarilgan. Garchi sikl o'rtasida yanada chuqurroq tuzatishlar bo'lgan bo'lsa-da, ularning deyarli barchasi 2021-yildagi mining taqiqiga bog'liq tushishdan tashqari kengroq bulli tizimma ichida sodir bo'lgan. Ko'pincha 50 haftalik o'rtacha harakatlanuvchi ko'rsatkich kabi muhim texnik yuqorida ushlab qolgan, dedi Joseph. Bozorni nima harakatlantirdi deganda, 10-oktyabrdan boshlab 24 soat ichida 1,6 milliondan ortiq treyderlar jami $19,037 milliard lik leverajlangan pozitsiyalarni yo'qotdi. Ko'plab treyderlar pozitsiyalardan majburan chiqarildi va bu jarayon butun sanoat bo'ylab zanjirsimon ta'sir keltirdi. Token Bay Capital asoschisi Lucy Gazmararianning aytishicha, bu ta'sir hali ham sezilmoqda. Bu kripto tarixidagi eng katta likvidatsiya hodisasi edi va uning oqibatlarini ko'rish va bozorni konsolidatsiya bo'lishi uchun bir necha hafta kerak bo'ladi, dedi Gazmararian payshanba kuni Access Middle East dasturida. Bu, shuningdek, biz bozorning bull bosqichining oxiriga yetayotganimiz haqidagi xavotirlar kuchaygan vaqtda sodir bo'ldi. Shu sababli bozordagi qo'rquv darajasi oshdi, deb aytdi. Yaponiyaning markaziy banki murakkab vaziyatga tushib qolgan, chunki hukumat obligatsiyalari daromadligining keskin oshishi uni pul kredit siyosatini normallashtirish jarayonini izdan chiqarish xavfini tug'diradi. Yaponiya banki oldida keskin tanlov turibdi: foiz stavkalarini oshirish, siyosatini davom ettirib, daromadlikni yanada oshishi va allaqachon sustlashayotgan iqtisodiyotning qo'shimcha
sekinlashuvi xavfini qabul qilish yoki o'sgan inflyatsiyani yanada tezlashtirish ehtimoliga qaramay o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun stavkalarni ushlab turish yoki hatto pasaytirish. So'nggi bir oy ichida Yaponiya davlat obligatsiyalari daromadligi yangi cho'qqilarga ko'tarildi. Payshanba kuni asosiy 10 yillik JGB Japan Government Bondlarning daromadligi 1.917% darajaga chiqib, 2007-yildan beri eng yuqori nuqtaga yetdi. 20 yillik obligatsiyalar daromadligi 2.936% ga ko'tarilib, 1999-yildan beri ko'rilmagan darajaga chiqdi. 30 yillik obligatsiyalar esa 3.436% bilan rekordni yangiladi. LSEG'ning 1999-yilgacha bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiya 2024-yil mart oyida 10 yillik obligatsiyalar daromadligini taxminan 1% atrofida cheklab turgan daromadlik egri chizig'ini boshqarish dasturini bekor qilgan edi. Bu siyosat normallashtirishning bir qismi bo'lib, mamlakatni dunyodagi oxirgi manfiy foiz stavkasiga ega iqtisodiyot maqomidan chiqarib yubordi. Endi esa inflyatsiya ko'tarilib borayotgan, u ketma-ket 43 oy davomida Yaponiya Markaziy bankining 2% maqsadidan yuqori bo'lib qolayotgan bir paytda stavkalarni oshirish masalasi muhokama qilinayotganligi sababli obligatsiyalar daromadligining yanada keskin oshish ehtimoli kuchaymoqda. Kotak Securities kompaniyasining valyuta va tovarlar bo'yicha rahbari Anindya Banerjee CNBC'ning Inside India dasturiga aytishicha, agar Yaponiya Markaziy banki obligatsiya daromadligini cheklash uchun yana miqdoriy yengillik QA va ECC qaytsa, yen ham zaiflashishi, bu esa allaqachon muammoga aylangan import inflyatsiyasini kuchaytirishi mumkin. Oshayotgan obligatsiya daromadligi Yaponiya uchun qarz olish xarajatlarini ko'taradi va mamlakatning allaqachon tarang bo'lib turgan fiskal holatini yanada og'irlashtiradi. Osiyoning ikkinchi yirik iqtisodiyoti, dunyodagi eng yuqori qarz yalpi ichki mahsuloti nisbatiga ega bo'lib, u xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra 230% atrofida. Bunga qo'shimcha ravishda yashash xarajatlarini kamaytirish va qiynalayotgan Yaponiyaga yordam berish uchun pandemiyadan beri eng yirik iqtisodiy rag'bat paketi tayyorlanayotgani mamlakatning ishib borayotgan qarziga doir xavotirlarni yanada keskinlashtiradi. Julius Baer kompaniyasining Osiyo bo'yicha obligatsiyalar tadqiqoti rahbari Matgail Teo aytishicha, bosh vazir Sanai Takaichi tomonidan qo'shimcha byudjetni moliyalashtirish uchun chiqariladigan yangi qarz miqdori 11.7 trillion yen bo'lib, bu uning avvalgi rahbari Shigeru Ishiba davrida 2024-yilda chiqarilgan qarzdan 1.7 baravar ko'p. Bu hukumatning iqtisodiy rag'bat choralarini fiskal barqarorlik bilan muvozanatlashtirish qiyinchiliklarni ko'rsatadi, dedi Teo. 2024-yil avgust oyida Yaponiya Markaziy bankining keskin foiz stavkasini oshirishi va AQShning kutilganidan yomonroq makro ma'lumotlari fonida Yaponiya yenasi bilan moliyalashtirilgan leverageli carry trade'larning ochilishi global bozorlarda sotuvni kuchaytirdi va Yaponiyaning Nikkei indeksi 12.4% ga qulab 1987-yildan beri eng yomon kunni boshdan kechirdi. Carry trade past foizli valyutada qarz olish va yuqori daromad beruvchi aktivlarga sarmoya kiritishni anglatadi. Yaponiyaning uzoq davom etgan manfiy foiz stavkalari siyosati sababli Yaponiya yenasi bunday operatsiyalar uchun asosiy moliyalashtiruvchi valyuta bo'lib kelgan. Hozir esa Yaponiyada daromadlikning oshishi stavkalar farqini qisqartirib, carry trade'larning yana bir bor ochilishi va mablag'larning Yaponiyaga qaytishi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Biroq mutaxassislarning aytishicha, 2024-yildagi kabi halokatli jarayon
takrorlanishi kutilmaydi. Global nuqtai nazardan Yaponiya AQSh daromadlik tafovutining qisqarishi Yaponiya yenasi bilan moliyalashtirilgan carry tradening jozibadorligini kamaytiradi. Ammo 2024-yildagi kabi tizimli ochilish bo'ladi deb o'ylamaymiz. Aksincha, vaqti bilan volatillik va selektiv leverage qisqarishini kuzatamiz. Ayniqsa, Yaponiya yenasining mustahkamlanishi moliyalashtirish xarajatlarini oshirsa, dedi Masahiro Lo State Street Investment Management'ning katta obligatsiyalar strategisti. Lo yana ta'kidlashicha, pensiya jamg'armalari, hayot sug'urtasi kompaniyalari va NISA Yaponiyaning soliqqa tortilmaydigan jamg'arma dasturi orqali kelayotgan retail mablag'larning tuzilmalashtirilgan oqimi xorijiy obligatsiyalarni ushlab turadi. Shu sababli keng ko'lamli repatriatsiya ehtimoli juda past. HSBCning APAC bo'yicha stavkalar strategisti Justin Heng ham bunga qo'shildi. Uning aytishicha, yapon investorlarining mablag'larini vatanga qaytarayotgani sezilmayapti. Aksincha, ular xorijiy obligatsiyalarning sof xaridorlari bo'lib qolmoqda. HSBC ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yanvar-oktyabr oylarida ular 11,7 trillion yenlik xorijiy qarz xarid qilgan bo'lib, bu 2024-yilning butun davomida sotib olingan 4,2 trillion yendan ancha yuqori. Bu o'sish asosan Yapon hukumatining soliqqa tortilmaydigan investitsiya dasturi orqali retail investorlar tomonidan yo'naltirilgan oqimlardan foyda ko'radigan trace banklari va aktiv boshqaruvchilari tomonidan amalga oshirilgan. Bizning fikrimizcha, Federal rezerv tizimining yana foizlarni pasaytirishi natijasida hedge xarajatlarining kamayishi yapon investorlarini chet el obligatsiyalariga yanada ko'proq sarmoya kiritishga undaydi, dedi Heng.